arab tilidagi xo tovushi halqum yuqori qismi, ya'ni halqum haqida gaplashganmiz. Halqumimiz 3 qismga bo'linadi. Halqum yuqorisi, halqum o'rtasi va halqum tubi. Halqum tubidan h yumshoq va hamza harflari chiqardi. Halqum o'rtasidan h va ayn harflari chiqardi. Halqum yuqorisidan g'oyn va xo harflari chiqardi. Ya'ni halqum yuqorisidan tomoq qirilishi orqali talaffuz qilingan x tovushi bu arab tilidagi xo tovushiga o'xshab, xo tovushi bilan bir xil harf hisoblanadi va xo harfida e'tibor qiladigan narsamiz tomoqni qirilishi va xo, xi, xu, ix, shaklda talaffuz qilinishi. Ya'ni xo harfini mahrajini bilib oldik, ya'ni halqumni yuqori qismidan tomoq qirilishi orqali talaffuz qilinadi. Xo harfimiz isti'lo, ya'ni yo'g'on o'qiladigan harflar sirasiga kiradi va xo harfimizni ikkinchi sifati bu hams, ya'ni hamma xlarimizda hams, ya'ni havo chiqish qoidasi bor, ya'ni talaffuz qilgan paytimizda barmog'imizni og'zimizga yaqinroq olib kelsak, ya'ni havo oqimini his qilamiz va uchinchi sifatimiz bo'lsa bu rohova sifati, ya'ni harfni ko'proq holatda ushlab turish, ya'ni shaklda talaffuz qilinadi sukunli holatda. Masalan, mahroj degan so'zda ham xo harfi bilan talaffuz qilinadi.